Otimiz laminat bo'lgan, ya'ni yem tushib qolgan. Mana yurishi ham kelmaydi, mana qara. Cha. 3-4 kun bo'lgan. Buni qonini olishgan, burundan siqishib, uydan ham olishgan qonni 1-2-5-6 litr. Bunga nima qilish kerak? Oddiygina mana lezba kerak. Lezba ko'rib boringlar. Buni jo'ratib qo'yinglar, qotloq akalar. Buni ko'rib boringlar, nima qilamiz? Buni mana yoqqa qirqib olamiz mana. Lezvani bunday qirqib olamiz. Nima qilishimiz ko'rib boringlar. Patipsni bosmaganlar bizga patipsiga o'tinglar. Yangili mana. Otni chiqib mayli endi el uchun. Otni ham chiqarib boramiz. Mana. Oddiy yo'l. Laminatda bu. Ya'ni nima deydi buni? Yem tushib qo'ygan otga. Noto'g'ri boqish sababli mana otimiz o'ta qimmat ot ekan. Xudo xolasa mana mononi qilamiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. O'zini Ajini turibdi, ajini kavlab kiramiz, tomirni o'zini kesasizda bunda. Mayrik to'planib kelgan qonlar mana ichib ketadi o'sha. Alloh. Tushunasizmi? Mana mayrik o'sha qon to'planib qo'ygandan xo'ram qon. Qon qatib qoladi. O'sha ketadi, hozir otar. O'sha ko'rasizmi? Mana ko'rasizmi? O'shalar normal natdi-ku. Ko'rdingizmi? Xolasa 5 litr olsin aka. To'xtaydi o'zi. Ko'chimiz. Ko'zim ketdi. O chiqyaptimi? Alloh. Harakat qilsa vashshi chiqadi. Qarang chiqishdi muqal. Muqal. Oddiy yo'l bilan tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Kommentga yozinglar, kimga qiyin qiziq bo'lsa, endi otni mayli, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Buni jo'natib qo'ying, ota orib tuzalmagan, laminat bo'lib o'rganlarga. Biz bilan bo'linglar.